Ko'pchilik bilsa kerak, Telegram kanallar bor. Telegram kanallarni yopib qo'yadi. Ya'ni Telegram kanaldan hech kimga siz preslat qila olmaysiz yoki uni ichidagi rasm yoki videolarni saqlanib qilib qo'ya olmaysiz. Shu narsani kommentariyada so'rashibdi. Shuni hozir qanday skachat qilishni, rasm bo'lsin yoki video bo'lsin, shuni qanday o'zimizga skachat qilib olishni o'rganamiz. Buning uchun mana bu Telegram kanaldan masalan preslat qilib bo'lmaydi mana. Buni ham bossangiz, buni bossangiz ham, buni bossangiz ham ishlamaydi. Qilib bo'lmaydi. Ichiga kirsangiz ko'raverasiz. Hozir skachat qilyapti, ko'raverasiz. Skachat qilib bo'lgandan keyin ham mana bu yerda saqlanib degan joyi chiqmaydi, saqlanib qila olmaysiz. Lekin buni yo'li bor. Mana hozir skachat qilib bo'ldi. Ishonmaganlar uchun mana bu yerda chiqmadi. Buni hozir skachat qilib bo'ldi. Mana Telegramni o'zidan ko'rasiz, lekin siz telefoningizga yuklab olmoqchisiz, galeriyadan ko'rmoqchisiz masalan. Saqlanib qilib olmoqchisiz o'zingizga yoki kimgadir jo'natmoqchisiz. Qanday qilinadi? Hozir bu skachat qilib bo'linadi. Bu yerdan skachat qilib bo'lgandan keyin chiqib ketamizda dispetcher fayl hamma telefonda bor. O'sha dispetcher faylga kiramizda telefonni pamyatiga kirib, bu yerdan Android degan papkani topib olamiz. Mana Android. Bu yerdan datani topib olamiz. Bu yerdan qaysi Telegram ishlatsangiz, masalan men Telegram Plus ishlataman, mana Telegram Plus papkasi. Agar siz oddiy Telegram ishlatsangiz, o'sha Telegramning papkasini topib olasiz, Telegram degan. Ustiga bosamiz, bu yerdan fayl degan bosamiz, bu yerdan Telegramga bosamiz. Bu yerdan qaysi nimani yuklab olmoqchi bo'lsangiz, shuni qilasiz. Masalan, siz audio yuklab olgan bo'lsangiz, skachat qilib turib Telegramdan audio degan joyga kirib, audiolarning ichidan qidirib topasiz. Yoki fayl bo'lsa faylni, stories bo'lsa stories yoki rasm bo'lsa rasmni. Bizga hozir nimamizda, videoni ko'rsatib o'taman. Telegram video degan joyga kiramiz. Bu yerdan boyagi videomizni qidirib topishimiz kerak bo'ladi. Mana topib oldim. Mana shu video. Mana kirib ko'ryapman. O'tirib ko'raveraman. Endi buni o'zimizga saqlanib qilib olamiz. Bu yerdan xohlasanglar kopировать, xohlasanglar переместить degan joyi bor. Bosib turib, внутренний накопитель, bu yerdan tashlamoqchi bo'lgan любой bitta papkamizni topib olamiz. Masalan, mana shu papkaga tashlayman men. OK bosamiz, chiqib ketamiz. Bo'ldi. Mana bu yerda turibdi. Mana ishlayapti. Bu yerda ko'raverasiz. Lekin xuddi shu videoni hozir endi galeriyadan topib beraman sizlarga. Mana o'sha video ishlayapti. Yuklab oldik. Endi galeriyadan ko'raverasiz. Shunaqa qilib yuklab olinadi.